Assalomu alaykum, Akfa City kanali obunachilari. Xo'p, bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Ittifoq mafriga bo'ldi. Bu yerga ikkita eshik, ikkita olib kelib o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz bir qavatli, ko'rishlari mumkin. Xo'p, razmerlari bilan tanishtiraman. Xo'p, 1.18 ga 1.56, ikkita ko'zlik, bitta ochilish, bitta fortishka. Aynalar двойной bo'ldi. Bir qavat yodviy, bir qavati oq aynay bo'ldi. 35 lik poligonlar bilan qo'yib berganmiz. Xo'p, eshiklarimiz razmeri 87 ga hop 227 bo'ldi. Ko'rishlari mumkin. Eshiklarimizni ochilib yopilishlari. Xudo xolasa juda chiroyli holatda. Eshiklarimizni o'rtasiga stonga qo'yib, eshiklarimizni aynayini mana gulli qo'yib berganmiz. Hop, tepadagi framugasi oddiy bo'lgan, taylariga hop arkafon qo'yib berganmiz. Xudo xolasa juda chiroyli holatda. Qulplanishlari ham ochilib yopilishlari. Hop, ichkari tomondan ko'rinishlari. Hop, ko'rishlari mumkin. Mana xudo xolasa poligonlar bilan qo'yib berganmiz. Yonlarimizdan ochib yopilishlari. Hop, furtishkalariga qaychi mexanizm qo'yib berganmiz. Ochilishlarini ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa juda chiroyli holatda. Telefonlari. Bu romimiz endi sal kattaroq. 1.27 bo'lgan. Narindan 10 sm katta. Bu romlarimiz ham xuddi shunaqa. Bu eshigimizni razmerlari bir xil bo'ldi. Bu eshigimizga ochib yopilishlari xudo xolasa juda chiroyli holatda. Qulplanishlari ham bitta qo'lda bemalol qullanaveradi. Ko'rishlari mumkin. Mana bunaqa 35 lik poligonlarni qo'yib berganmiz. Romlarimiz ochib yopilishlari, fortishkamiz. Xo'p, bu ikkita eshik, ikkita romimizning narxi olib kelib, jami olib kelib o'rnatib berishlarimiz bilan xudo xolasa xo'p 6.500.000 so'm bo'ldi. Kimga shunaqa Akfa eshik romlar kerak bo'lsa, xudo xolasa Akfa Cityga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib ishlarini bitirib berishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat.